Hurmatli kanalimiz kuzatib boruvchilari, hammalarga xayrli kech. Kombaynimizda qisqacha bir video qo'yib ketamiz. Qancha holatga yetib keldi, qanday holatda bityapti. Hop. Kombaynimizning oldilari, kardan dishlalari hammasi tayyor. Bu yerda jatkalar, shiniklar, zanjirlar hammasi o'rnatildi. Reduktorlar o'rnatildi. Hamma narsasi xudo xohlasa o'rnatildi. Elevatorlar ham ishga tushdi. Hop. Hozir elevatorni buzib qo'yganmiz, sababi aylanganda osonroq aylanish uchun. Endi ertaga qiladigan ish boshqani silindr o'rnatiladi, xudo xohlasa. Keyin tagiga setkalar o'rnatiladi. Shu bilan stanogimiz bitadi, xudo xohlasa. Balonlar ko'chaga olib chiqilgandan keyin taqib beramiz balonlarni, sababi darvozaxonamizga sig'may qolgan. O'zi shundoq ham stanokda bo'yi darvozadan baland bo'lib ketgan. Lekin yechib turib, darvozadan olib o'tib turib, yana joyiga qaytarib qo'yib bersak bo'ladi. Hop. Shu dishlalari endi surilib chiqadigan holatda. Uzilib ketdi endi. Maksimal taqalganda. Hop. Hozir endi betga ertaga xudo xohlasa shu lentalarni qo'yamiz, plankalarini, zanjirlar o'rnatib qo'ydik, pachimlar o'rnatildi. Mana bu rezinkani xudo xohlasa ertaga mana shu joylarga qatirib qo'yamiz. Shu olib kirib ketganda sindirib qo'ymaslik uchun donlarni shu tepaga itarib beradi. Keyin ertaga taranglovchi natijatlar deyiladi, shular o'rnatamiz. Betga. Xudo xohlasa keyin kraskasini urib, egasiga yetkazib beramiz. Bu kombaynimizning narxi eng full variantdagisi $13,000. Mana shu eng full bo'lyapti hozir. Bundan narxlarni arzonlashtirsa bo'ladi. Qanday qilib? Yakka balon bo'ladi. Tepadagi silindr og'darmaydigan bo'ladi. Oldidagi jatkasi bundan ko'ra kichikroq bo'ladi. Elevator ham bunaqangi katta bo'lmaydi, ixcham bo'ladi. Tepadagi yomkis og'darmaganning hisobiga materiali yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun arzonlashtirib nima qilsak bo'ladi. Materiallar hammasiniki baquvvat bo'ladi. Boshlang'ich narxi $9,000 dan boshlanadi. Bu stildagi emas, bochka kombayn stildagilar $9,000 dan boshlanyapti, 13,000 gacha. Har xili bor. $10,000 ham, $11,000 ham. Qulayligiga qarab, funksiyalariga qarab narxlari o'zgarib boraveradi. Narxlariga ta'sir qiladigan joyi materiallar ham, materialga ham ta'sir qiladi. Общий kombaynimizning uzunligi 5 metr. Most 1 metr qochirib qo'yilgan. Общий dishlar bilan mostgacha uzunligi 3 metr bo'ladi. Naryoqda 2 metr qoladi. 2 metr bu yog'i uzunroq bo'lgani hisobiga shu traktorda kombaynda siltalab yubormaslik uchun dishlar uzunroq qo'yiladi. Mostga nisbatan uzunroq qo'yiladi. Shu hozirgi bitish jarayoni mana shu holatga yetib keldi. Xudo xohlasa ertaga nasib bo'lsa, kombaynimiz ishga tayyor holatga keladi. Xudo xohlasa, Xudo kuch-quvvat berib tursa, sizlar ham bir kommentariy yozib, bir qo'llab-quvvatlab tursalaring, layklarni bosib tursalaring, chiroyli qilib bitirib beramiz.
Bizda keyin bitta narsa bor. Sal sekinroq o'tadi, sababi mehr berib qilinadi. Unaqangi haligi eplamachoq yoki bo'lmasa harom xalish qilib tashalmaydi-da. Chiroyli qilib, ko'ngildagidek qilib. Masalan, men o'zimda ko'ngildagidek chiqmagunicha materiallarni yoki biror bir narsalar qo'yilmaydi. Hamma narsasi atido bo'ladi, svarkalari ham moshni bo'ladi. Masalan, deylik, mana shu oshig'ni o'ziga ham deylik yarim kun vaqt ketgan. Negaki svarkasi quyilgan, mehr bilan quyilgan. Mana bitta ko'rib qo'yasizlarmi? Shunday. Mana orqalari. Mana ventilyatorda ozgina ulanadi. Turbamiz bor, narada turibdi. Shu turbadan ozgina ulanadi va bir ramagacha to'g'rilanadi. Iyog'i keyin pryamoy haydaydi. Quruq narsa chiqarganda tepadagi ventilyatorni uzib qo'ysa bo'ladi. Pastda o'zi ish bajarib yuraveradi. Ho'lroq bo'lsa, tepani qo'shib qo'yilsa, o'sha tiqilib qolishini oldini olib ishlaydi.